What's up guys? Bugun sizlarga Ivy Ligasi haqida gapirib beramiz. Ivy Ligasi bu dunyoning eng top va hamma kirishni xohlaydigan universitetlar ro'yxati. Videoni oxirigacha ko'ring va biz sizga Ivy universitetiga kirgan o'quvchilarning reaksiyasi va qaysi universitetlar Ivy ro'yxatiga kirishini ko'rsatamiz. Nega unaqa g'alati nom deyishingiz mumkin? Ivy nomi Pechay Ligasi. 20-asrning 30-yillarida sport jurnalistlari maqolalarida paydo bo'ldi. Bundan kelib chiqadiki, ligadagi barcha universitetlar shu qadar eskiki, ularning binolari pechak bilan qoplangan. Ivy Ligasi universitetlari shuningdek qadimiy 8lik deb ataladi, chunki ular Qo'shma Shtatlardagi eng qadimgi universitetlarni o'z ichiga oladi. Bu ligaga kirish shunchalik qiyinki, qabul qilingan talabalar foizi atiga 3.4% tashkil qiladi. Ushbu videoda Ivy universitetiga kirgan talabalarimizning reaksiyalarini ko'rishingiz mumkin.